Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 21-may haftaning chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Avvalo bozorning manzilini eslatib o'tamiz. Bozor manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kuni ertalab 3:30 da bozor boshlanmoqda. Kunduzi 11 gacha bozor bo'lmoqda. Vaqtliroq kelaverasizlar bozorga. Bularning narxi bilan tanishamiz. Bu nima deydi o'zi buni aka? Bularimiz pastel deydi. Pastel deyishar ekan mana. Nech pul deyapsiz shuni? Bularimiz 120 mingdan. 120 ming so'mdan. Bu ek kishilik ekan, a? Hozir mana shu rasmida turgan narsa chiqadi ichidan, a? Qanday bo'lsa xuddi shunday chiqaveradi. Yaxshi. Bular ham xuddi shunaqa. Qanday bo'lsa. Bir kishiligi nech pul? Bir kishiliklari 80 ming. Qaysi biri o'sha? Bir kishilar bu tomonda. U tarafda. Shular bir kishilikmi? Mana ular bir kishilik. Qaysi biri? Mana shular bir kishilik. Shular bir kishilikka shu 80 ming so'mi? 80 ming. Mana bular bir kishilik. Bular mana shu tomonda. Mana ditskilar. Tagidagisi boshqacha, bunisi boshqacha. Rasm bilan bir xil bular ham. Ha, rasmida qanaqa bor bo'lsa shunaqa bo'lib chiqib turadi. Mana ular ham xuddi shunaqa. Orqa oldida qilib xuddi mana shu rasm bilan. Bunisi nech pul? 80 ming. Bu ham 80 ming, a? Sumkasi har xil ekan, a? Bunisi nech pul? Bularimiz namatraslik 60 ming, 65 ming. Namatraslik 60 ming, 65 ming so'm ekan. Bularda ham har xili bor bularda ham. Holatda bor. Pastellarim shu 15 ming so'mdan boshlanadi. Pastellar 15 ming so'mdan boshlanadi. Qaysi biri? 15 millionlari tomondan. Men bu hazlarni ko'rsatdim. Rasvetkalar juda ham ko'p. Bular hammasi hozir ko'rayotganlar o'sha 2 kishiliklar bular. 15 ming so'mligi qani? Qaysini o'sha ko'rsatdilar mana shular. Bunlar mana shu rasvetkalar, bunlar 15 mingdan. Bu tarafda ham aylantirib yuborsinlar mana. Ichida har xili bor, a? Mana ko'ki bor mana. Ha, qizil, ko'k, bunlar. Mana ular ham 15 mingdan. Donaga? Bular ha, bansa bo'p shunaqa nimalar bor. 15 ming so'mdan ekan. 15 mingdan bular. Yaxshi, bu-chi chamadondagi? Chamadonmi, so'mkami? Ha, bularimiz nimalar? Letni ko'rpa deydi. Nech pul bu? Yopinchig'i bilan qovmali. Bularimiz 180 ming. 180 ming so'mdan letni ko'rpa ekan, qovmali. Nabor bu ham. Rostina nalichka o'sha ko'rpaligi bilan. Mana shu suratda ko'rinib turgan narsa chiqadi ichidan, a? Suratdagidan ham chiroyliroq, varoqli qilib ishlangan. Suratda varog'i ham yo'q. Mana varoqlari bilan ishlangan. Yaxshi. Shu rasmdagidan ham chiroyliroq. Sizni hop, mana borini ko'rsatdik-a? Dasturxonlarini ham narxlari bilan tanishamiz. Dasturxonlar narxi nech puldan boshlanadi, nech pulgacha? Dasturxonlarimiz 15 ming so'mdan boshlanadi. 15 ming so'mdan boshlanar ekan, nech pulgacha? 15 mingdan boshlanadi dasturxonlar. 160 minggacha. 160 ming so'mgacha ekan. Mana kelaverasizlar. Har xil qirg'ag'i to'rli dasturxonlar shu joyda. Shuningiz nech pul deyapsiz aka endi? Bunisi 35 ming, shu yaxshi to'rlisi. 35 ming so'mdan ekan mana. Burada farq bo'ladi. Shu yaxshi to'rlisi. Yaxshi. Donaga? Donaga ham, pachkaga ham bor. Donaga ham, pachkaga ham bir xil. Telefon nomeringiz 99lik 070 78 88 ga telefon qilaverasizlar. Dasturxon kerak bo'lsa, pastel kerak bo'lsa, yostiq jildlari ham bor. Nech pul edi? 8 ming so'm.
Mana yostiq jildlar 8000 so'mdan jupi, donaga ham, pachkaga ham shu narx ekan. Telefon nomerlar aytildi, telefon qilaverasizlar.